polga tanga terib chiqibdi. Meni ham o'zim to'rga 5 bitta xonam bor. O'shaning tagiga 1000 so'mlik tangalardan tirs qo'yib chiqadigan bo'lsam, nech pulli pol bo'ladi? Bitta ko'rib chiqamiz ham. 4 metrga 5 metr. 1000 so'mlik tanga bizda bor. Ichiga mana qo'yib chiqamiz. Bu yoqda asosiy qoidalardan bittasi tangalar kesilishi, sinishi kerak emas. Agar Google'ga ishonadigan bo'lsak, 1000 so'mlik tangamizning diametri 26,3 mm ekan. O'shaning uchun biz qolgan hamma narsani millimetrga o'tkazib yuboramiz. 5 metr 5000, 4 metr bu bizda 4000 mm. Biz hisoblashimiz kerak bo'lgan narsa 5000 metrga bir qatoriga nechta tang ketadi o'zi. Demak, 5000 bo'lamiz 26,3. Bizda javob 190,11 chiqadi. Demak, 190 ta tanga bir qator sig'adi, bir-biriga tekkan holda ozgina joy ochilib qoladi. Buni qayerdan bilamiz biz? 190 ni ko'paytirib ko'ramiz 26,3 ga. 4997 mm chiqyapti. Orqasida 3 mm mana shuncha joy qoladi. Bo'radi, plintus bilan olib boramiz. 4000 metrlik tarafga endi qancha ketadi? Endi bizga bilishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha 190 tadan nechta qator qo'yib chiqamiz? 4000 ni xuddi shunaqa bo'lamiz biz 26,3 ga. 152,09 3 mm dan ham kamroq 2,4 mm joy ochilib qolar ekan. 5 metrli tarafimizga 190 ta ketadi. Xonamizga 4 metrga ketgani uchun 190 tadan 150 qator bo'ladi. Ikkalon bir-biriga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, nechta tanga kerakligi chiqib keladi? 190 ko'paytiramiz 152. Demak, bizga 28880 ta tanga kerak bo'lar ekan. Bu tangamiz ham oddiy tanga emas, 1000 so'mlik tanga-ku. Buni nech pul bo'lishini bilish uchun o'shani 1000 ga ko'paytirib yuborsak, undan ko'ra Italiyadan pul olib kelganim arzon bo'ladimi deyman-a? 28,880,000. Qolermi deylar? 28,800,000 ning ustida yuribman deb aytishga.